Assalomu alaykum, hurmatli qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzuyimiz hurmatli qizlar, jonlar hamda ayollarimiz o'rtasida eng og'riqli mavzulardan biri. Har 3 ta ayolda aniqlanayotgan hozirgi kunda judayam achinarli holat bu kista, mioma, fibrozli kista, ko'krak kistalari haqida gaplashib o'tamiz. Aziz ayollar, hurmatli aziz qizlar, hozirgi kunda bu kasallikni paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan omillardan biri bu organizmni ifloslanishi degan qarorga mutaxassislar kelib bo'ldi. Chunki mana bizda limfa sistemamiz, ya'ni kanalizatsiya sistemasini bajaruvchi bu limfa sistemamiz to'la bo'lsa, ichimizda parazitlar, viruslar, bakteriyalar agar ichimizda ularda achagi paydo bo'lgan bo'lsa, bilingki, sizda albatta kista, miomalar va boshqa o'simtalar, hosilalar paydo bo'ladi. Kelinglar, hozirgi kunda bu kasalliklarni davolayman deb hali u mutaxassisga, hali bu bolnitsaga, hali u yerlarga yurmasdan birinchi o'zimizni detoksikatsiya, ya'ni detoks qilishdan boshlashimiz kerak. Organizm qancha ifloslangan sari, qancha limfalarimiz musorga to'lgan sari bizdagi poliplar, kistalar, miomalar, ko'krak kistalari va boshqa hosilalar paydo bo'lishi ko'payib boradi. Xuddi mana shu organizmni detoks qiladigan programma bizda mavjud. Bular nima sababli organizm ifloslanadi? Qaranglar. Birinchi o'rinda o'sha yeyotgan oziq-ovqatimizda sun'iy ovqatlarda konservativ moddalarni, qo'shimchasi qo'shilgan konservativ moddalarning ko'pligi. Birinchi, mana nosog'lom ovqatlanish. Ikkinchisi, noto'g'ri ukol, kimyoviy ukol dorilar olish natijasida jigarda va organizmda intoksikatsiya paydo bo'lishi. Organizm ifloslanish sabablaridan biri birinchi o'rinda bu stresslar, ruhiy tushkunlik, oiladagi muammolar. Chunki ruhiyat yaxshi bo'lmaganligi organizmdagi sistema boshqarilishdan to'xtaydi. Yana bir sabablaridan biri bu ekologiya deb atalyapti. Yana mana avtomobil ko'pchilik o'tib ketdi deymiz, avtomobillarda orqasidan chiqayotgan zaharli gazlarni yutish oqibatida, qo'rg'oshin og'ir metallni yutish oqibatida bu qondagi ifloslanish, bu organizmni ifloslanishiga olib kelyapti. Yana bir sabablaridan biri bu juda ko'pchilik uncha e'tibor bermaydigan, ayniqsa O'zbekiston aholisi e'tibor bermaydigan omillardan biri bu gijjalar. Gijjalar har 21 kunda 30 million dona tuxum qo'yadigan, ko'payadigan turlari mavjud. Bular har 21 kunda 30 million dona tuxum qo'yayotgan bo'lsa, 2 yoshida bolaga u yuqqan bo'lsa, u 20 yoshga yetdi. Demak, endi ko'paytiring, har 21 kunni 20 million donaga, 30 million donaga uni ko'paytiring yoshiga. Mana qarang, ichingizda qanchalab milliardlab qurtlarda armiyasi mavjud. Bular nima qiladi? Bular ichakka yopishib, qon bilan oziqlanadi, yeyotgan oziq-ovqatimiz bilan oziqlanadi va ular axlat qilib ichak devorlariga yopishtiradi. Ichak devorlariga yopishgan bu axlatlar, musorlar shlakka aylanadi. Ya'ni kaliy kamellarga aylanadi va ichak orqali qonga so'riladigan oziqalarni to'sib qo'yadi. Ana sizda endi boshlanadi kamqonlik, organizm ifloslanishi, qonda zaharli moddalarni ko'payishiga olib keladi. Mana kelayotgan, men boya videoda aytgandek, oq dog'larda sababi ham bular gijjalar, chunki qonga axlatlar so'rilgandan keyin qayta zaharli modda so'rilgandan keyin avtomatik qon o'zini tozalab, qayerda nerv sezgilari kam bo'lsa bu yerga oq dog', qora dog' shaklida chiqaradi. Jinsiy organlarga bo'lsa kista, miomalar, ko'krak kista, fibrozli kista va boshqa holatlarni keltirib chiqaradi. Demak, mana kasallikni kelib chiqish omillarini bildik. Endi bularni qanday qilib yo'qotish mavzulariga o'tamiz. Mana bir noyob tabiiy Rossiya mahsuloti hisoblangan ajoyib o'simliklar majmuasi bor. Bularda biz ekspert sifatida, mutaxassis ekspert sifatida yillar davomida o'rganib, klientlardan natijani olib bo'lgandan keyin bu narsani qo'llab boryapmiz. Albatta bu sxema bilan, programma bilan berilgan holatda kistalarda boshlang'ich formalarida, miomalarda boshlang'ich formalarida, ya'ni 2 yildan buyog'idagi miomalarda so'rilish nihoyatda tez bo'lyapti. Bular uchun o'sha protofibrozli mahsulotlarimiz bor, 100% tabiiy. Bu mahsulotlarda albatta siz O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib olganingizdan so'ng
ichida hamma narsani qanday qilib ichish tartiblari, sxemalari bo'ladi hamda 5 ta oltin qoida ham batafsil yozilgan bo'ladi. Biz mutaxassis ekspert sifatida sizni 3 oy davomida nazorat qilib, sizlardan hol-ahvol so'rab, albatta bu natijalar chiqquncha siz bilan birga bo'lamiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, omon bo'linglar. Bundan keyin hech qachon ayollarimiz, qizlarimizda hech qachon kista, mioma va boshqa shunga o'xshagan hosilalar, poliplar bo'lmasligiga tilakdoshmiz. Ayniqsa qiz bolalarni turmushga chiqishdan oldin ham bir qator nazorat qilgan holatda mana shu mahsulotlarni berib turmushga uzatish muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Omon bo'linglar. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr. Kimga maslahatlar kerak bo'lsa, video so'ngida telefon nomerlarimiz yozilgan, bemalol maslahat olishlaringiz mumkin. Omon bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.